Top 3 ta maslahat bolalaringni, farzandlaringni o'zini o'zi boshqarish uchun. Birinchi maslahat: farzandlaringga hech kim majbur emasligini ongiga singdirtiring. Unga majbur emasligini. Ikkinchisi, uni hamma narsaga erishish uchun o'zini kuch orqali erishishini singdirtiring. Uchinchi maslahat bu sport. Kengaytirib aytib boraman. Birinchisi, unga hech kim majbur emasligini, to есть qo'shnisi, ota-onasi, vatani, prezidenti unga hech kim majbur emas. Boqishga, uylantirishga, uyli joyli qilishga hech narsaga majbur emas. Ikkinchisi hamma narsaga o'z kuchi bilan erishishini, o'zini mehnati bilan erishishini yoshligidan o'rgatib, ongiga singdirib boring. Oxirgisi sport. Sport bilan shug'ullanishini albatta tushuntirib boring. Chunki sog'lom tanada sog'lom fikr bo'ladi. Bir narsaga erisha oladi. Sog'lom fikr bo'lmadimi, значит tana slabiy bo'ladi. Slabiy tana kasallik chaqiradi. Kasallik bo'ldimi, значит u kimdir bo'yniga o'tirish boshlanadi. Shu narsani bolalaring yoshligidan o'rgatib boring.